Assalomu alaykum aziz kitobsevar kitobxonlar. Xo'jaobod tuman axborot kutubxona markazi sizlarga yangi kelgan adabiyotlarni tavsiya etadi. Bugun jahon adabiyoti bestsellerlaridan Theodor Dreizerning Sarmoyador asari bilan tanishtiramiz. Theodor Dreiser Amerika yozuvchisi. Uning Sarmoyador asari eng mashhur asarlardan biri. Adibning Istak trilogiyasidan joy olgan ushbu asari 1912-yilda nashr etilgan. Unga amerikalik temir yo'l karchaloni millioner Charles Yerkesning hayot yo'li asos qilib olingan. Kitobda konkret inson misolida tadbirkor qanday yechim topish tasvirlangan. Bu asar chinakam tadbirkor xarakteriga berilgan chizgidir. Asarning bosh qahramoni Frank Kauper o'zining savqi tabiiysiga quloq tutib, bir necha kunda chindan boyib ketadi. Unda o'smirligidanoq atrofidagilar ta'sirida savdogar va birja o'yinchisi ruhiyati shakllangandi. Tashabbuskor, iqtidorli va serg'ayrat yosh yigit asta-sekin hech qanday tamoyilni tan olmaydigan, o'z hukmini o'tkazuvchi ochko'z millionerga aylandi qoldi. Ammo hayot bir tekis emas. Uning uchun kutilmagan og'ir sinovlar hali oldinda. Aziz kitobxon, asarni davomini bilishni xohlasangiz, Xo'jaobod tuman axborot kutubxona markazidan topishingiz mumkin.